Bolalar orasida keng tarqalgan va kundalik hayotimizda duch keladigan holatlardan biri bu bolalarning tirnog'ining tishlashi yoki ruchkalar, qalamlarni tishlashi, og'izdan suv oqishi, uxlaganda tishlarini g'ichirlatishi. Bularning hammasi turli xil kasalliklarning signali bo'lishi mumkin. Tirnoqlarni tishlash chaynov apparatidagi turli xil disfunksiyalarda yoki obsessiv-kompulsiv buzilishlarda va undan tashqari B12 vitamini yetishmovchiligi anemiyada ham kuzatiladi. Agar farzandingizda ushbu belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, farzandingizni birinchi navbatda pediatr ko'ruvi, psixoterapevt yoki bolalar psixologi va yuz jarrohining ko'ruviga olib borishingiz tavsiya etiladi. Agar bola mel, yana qandaydir devorlarda ham ko'chirib yeydigan bolalar bo'ladi, shunaqa belgilar bo'ladigan bo'lsa, bolaning qoni tarkibida temirda, ferritinda va B12 miqdorini ham tekshirib qo'yish kerak bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoni shu muammo bilan qiynalayotgan onalarga yuborib qo'ying.